Hop, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana Alloh taologa hamd sanolar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat salomlar bo'lsin. Bugun Adhamjon akam bilan Dilmurodjonning taklifi bilan mana shu o'zimizni oldin Saudiya deb atalardi, hozir endi palov sentrda bu yer, shunaqa palov osh markazi bo'lib qoldi. Osh markazi bo'lib qoldi. Shu yerda mana bir domla bir hamsuhbat olaylik, akalar bilan bir iymonlashaylik deyishib, taklif qilishib akalar o'tiribmiz. Bu sabab otasini qadrdonlarini, otasini do'stlarini bir mehmon qilay degan ukamiz Dilmurodjon bilan akamiz Adhamjon akam do'stlari bir hamsuhbat bo'lib iymonlashib o'tiramiz deb taklif qildi. Mana akalarimiz bilan hammasi bir piyola choy ichgan bo'ldik. Oshna degan so'z bor-da, oshna deb qo'yadi. Qandan kelib chiqqan desa, osh topganda, non topganda birga yeyish borganlarda oshna deb qo'yadi. Oshnon deganida u. Do'st bilan oshnani farqi bo'ladi. Oshna osh topganingizda do'st bo'ladi u. Qo'lingizdan osh topish kelmay qolganda siz tashlab ketadi. Bu oshna bo'ladi o'sha. Do'st yaxshi kuningizda ham, yomon kuningizda ham, issig'ingizda ham, sovug'ingizda ham, ag'ringizda ham, yengingizda ham birga bo'lsa, shu do'st bo'ladi demak. Endi Alloh uchun do'st bo'ladi demak bo'lganda ham. Balki dunyo uchun do'st bo'lganlar bo'lmaydi. Alloh uchun do'st bo'lganlar haqida bugun bir gaplashamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan kecha sizlar bilan o'tirganda bir o'qib berdim bitta hadis. Payg'ambarimiz bir duosi bor ekan, shuni sizlarga ham o'qib beraman. Va boshqa bir narsalarni ham inshaalloh aytib beraman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir duosi bor ekanlar. U kishi duosi ko'p bo'lgan, payg'ambarimizning duolari ko'p bo'lgan. Shu duolarini u kishi doim aytib yurgan, sahobalar eshitib yurgan, bizga yetib kelgan endi. Tabaroniy rahimahulloh bu kishi duolar degan kitobida keltiribdi. Ana Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol. Janobi Abu Hurayra radhiyallohu anhu sahoba kishi aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni deydilar. Kana min duoi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, payg'ambarimizning duolarining ichida bir shunday duo bor edi. Aytardilar, payg'ambarimiz duo qilardilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 5 ta narsadan Allohdan panoh so'ragan ekan. Ey Alloh, birinchidan meni yomon qo'shnidan saqlagin. Yomon qo'shni yomon-da. Yomon qo'shni yomon. Va shuning uchun kattalarimiz aytadiki, go'r qo'shning ham yaxshi bo'lsin deydi. Chunki go'rda yotgan qo'shningiz Xudo saqlasin, u bir gün Xudoni qabr azobiga mubtalo bo'lgan odam bo'lsa, yonboshlayapsiz-da. Qo'shningiz uyiga o't ketsa nima bo'ladi siz uyingiz? Shunga o'xshaganda, Alloh saqlasin. Dunyodagi yomon qo'shni ham shuda. O'lib qutulasan yoki qochib qutulasan-da, shu bir narsa bo'ladi-da. Shu yomon qo'shnidan panoh so'rayman dedi. Ikkinchisi, shunday bir xotindan panoh so'raymanki dedi, men qaramay turib meni qaritib yuboradigan xotindan panoh so'rayman dedi. Shu boshingizga balo, musibat, har baloni salo urib, ajalingizdan 5 kun burun qaritib o'ldiradigan xotindan panoh so'rayman dedi. Va shunday bir farzanddan panoh so'raymanki dedilar. Shunday bir farzanddan panoh so'raymanki, menga xo'jayin bo'ladigan farzanddan Xudo so'rayman. Robb deb tarbiya mana ham aytadi, Robbini degan Robbimiz deymiz. Xo'jayin ma'nosida ham keladi-da. Mana shu ota enasiga xo'jayin bo'ladigan farzand yomon narsa-da. Otasiga siz shuni ham bilmaysizmi? Siz hali siz buni tushunmaysiz. Enasiga ham ish buyurib, otasiga ham aniq qo'ysangiz bo'lmaydimi deb, Xudo shundan saqlasin. Juda xunuk ish. Va to'rinchisi, menga azob bo'lib qoladigan, dunyoda ham meni azoblaydigan va oxiratda ham menga azob bo'ladigan boylikdan panoh so'rayman dedi. Bu Alloh taolo davlat bersin, hammamizga ham boylik bersin. Bu haligi boylikni yomonlashmas. Boylik bo'lgani yaxshi. Lekin boylik qayerda turish kerak desa, cho'ntakda turish kerak, u yurakda turish kerak emas-da. Bu gap ononda. Uyingiz to'ldirib pul olmaydimi? 10 etaj uyingiz olmaydimi? Mashinaning eng oxirgi qimmatini bilmaysizmi? Lekin ash narsa kelsa, va bo'lib ketib qolsa, va bo'lib ketmasligi kerak-da. Yuragi ushlab qolmasligi kerak-da. Ash yurakka kirib qolsa, ashna bo'ladi. Boylik dunyoda bizning ichimizga kirib qolmasin. Biz uni ichiga kira olaylik mayli. Dengizdagi kemaga o'xshaydi. Dengizda kema ichiga suv kirmasa, suv betda ketaveradi-da. Ichiga suv kirgan kuni o'chib ketadi. Kema siz bo'lsangiz, boylik ashi suvda endi. Betda maza qilavering, ketavering. Ana oxirgisi nima desa, bugungi mavzuyimiz shunday do'stdan panoh so'raymanki dedi. Men shunday do'stdan panoh so'raymanki, ko'zimga kulib qaraveradi-yu, ichida meni yomon ko'radigan do'stdan panoh so'rayman. Ha,
Ko'zimga kulib qaraveradi. O'sha boya aytdim-ku, oshnani topganingizda kelib to'ringizga o'tirib, deb zo'r o'pdi, anaqa bo'lib. Sal oyoq toyib ketsa, u yerda sizning gapingizda, orqangizdan. Ashnaqa do'stdan panoh so'rayman dedi. Ko'zi menga kulib turadi, ichi meni yomon ko'radi. Menda bir yaxshilik ishlar bo'lib qolsa, dafanaha ko'mvoradi, birovlarga aytmaydi, yaxshiligimni yaymaydi. Bir yomon, bir ayb, qo'qqisdan insonchilik bir ayb qilib qo'ysam, hamma yoqqa yayib, e'lon qilib, shunaqa do'stlardan panoh so'rayman dedi. Endi unaqa bo'lmasligi uchun do'st qanaqa bo'lish kerak desa, Alloh uchun do'st bo'lsa, unaqa bo'lmaydi. Do'stlikning muhabbati Alloh uchun bo'lish kerak bo'ladi. Bu dunyo uchun bo'lgan do'stlik emas bu. Mana endi shu haqida sizlarga bir narsa aytib beraman. Alloh uchun do'st bo'lishlik biror kishini uni taqvosi, yaxshiligi va dinga bo'lgan muhabbatini sababidan yaxshi ko'rishlik. Bir odamni yaxshi ko'rsangiz, bu odam yaxshi odam, pulni yaxshi topadi, 3 etaj uyi bor, yaxshi mashinasi bor, mana qo'l qo'ysa ishlab tutib ketadi deb yaxshi ko'rsangiz, u do'stlik emas-da u. Chunki o'sha narsalar ketgandan keyin uni qadri qolmaydi-da sizga. Ash qo'l qo'yadigan, qo'li o'tmay qolgan paytda, ashi sizga tegib turgan shabadasi tegmay qolgan paytda u do'st emas-da endi u. Yo'q, endi bu odamni Xudo yaxshi ko'radigan sifatlari bor. Bu namozxon, ibodatlik, taqvolik, shu bo'lsa u yo'qolmaydigan narsa, o'lguncha bilan ketadigan ish u. Nafs bilan, moddiy manfaat bilan emas, Allohning roziligi uchun bo'lsa, ana do'stlik bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim biror bir kishini Alloh uchun yaxshi ko'rsa, unga men seni yaxshi ko'raman Xudo uchun deb aytib qo'ysin. Aytib qo'ysin. Shu yaxshi ko'rganingizni bir odamni hurmat qilsangiz, yaxshi ko'rsangiz aytib qo'ying, e'lon qilib qo'ying unga. Ey do'stim, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deb qo'ying. Ha. Qiyomat kunida Alloh taolo shunday bir toifa odamlarni o'z soyasiga oladiki, ha? Bola yig'laydi. Yosh bola yig'laydi. Qachon yig'laydi? Qorni ochsa yig'laydi. Enasi emizib qo'ysa, ash bolani enasi emizib qo'ysa, qorni to'yib uxlab qoladi. To qorni ochguncha uxlaydi, maza qilib. 7 ta odam bo'ladi, 7 xil odam bo'ladi qiyomat kunida. 7 ta toifa odam bo'ladi. Shular jannatni qiyomat kunining hisobi miqdori 50 ming yilda, miqdoruhu 50 alf sana degani 50 ming yil. Hozir bir kunimizni bir miqdori 24 soatmi? Bir sotganiki kunduzi 12 soat. O'shliqi bir kunda uzunligi 50 ming yil bo'ladi-da. Shu 50 ming yil bir kuni qiyomatda necha kun bo'ladi, unaqadan Xudo biladi endi. Har bitta odam bittadan отчет qilinadi. Xo'p, men ishni mana qilgan ekansiz, meni nimadan olgan ekansiz, menga bergan ekansiz, men balkondan tashlab qochgan ekansiz, hammasi chiqadi dedi. Endi o'sha chiqayotganda 7 toifa odam, 7 ta odam emas, 7 ta toifa odam shu hozir enasini emib qorni to'yib uxlagandaqa bir ko'kalamzorda yotib, maza qilib uxlar ekanda. Odamlar qulog'igacha terga botib ketgan, hammasi azobda, qiylan. U 7 ta toifa odam u 50 ming yilda uxlasangiz vaqt bilmaysiz qancha o'tganini. Shunaqa uxlar ekanda maza qilib. Jannatning eshigi ochilganda mana o'g'anishib, ochilibdi deb kirib ketishar ekan. Отчет nima, hisob kitob nima bilmas ekanda. Bu 7 ta toifa odam kimlar desa, o'sha adolatli amir podsho, odil podsho, yoshlik paytini shunaqa bir ilmga, dini, diyonatga sarflagan, nafs rosa rivojlangan paytda. Odam qalbi masjidga bog'langan odam, yolg'iz holatida Alloh taoloni eslasa yig'lagan odam, o'ng qo'li bilan bergan sadaqat ihsonlarni chap qo'li bilmaydigan odam. Yana bir ayol o'zini tahlil qilsa, Allohdan qo'rqaman deb zinodan o'zini olib qochgan. Yana shuning ichida Alloh uchun do'st bo'lgan kishilar. Xudo uchun do'st bo'lgan. Do'stligi faqat Xudo uchun. Boshqa bir maqsad yo'q. Alloh uchun yaxshi ko'radi. Shunaqa odamlar ana nima bo'ladi ekan? Ashi xotirjam, unaqa hisob kitobda отчетni kutmasdan yotar ekanda, nima bo'lar ekan? Jannatga kirib ketar ekan. Alloh uchun do'st bo'lishlikning shartlari qanaqa bo'ladi desa, birinchi sharti niyatni toza qilish. Bir odam bilan aloqa qilayotganda shu bilan do'st bo'lsam deb dunyodagi bityapti ishni, umuman dunyoviy bir ishdan maqsad bo'lmasligi kerak. Shu bilan do'st bo'lib qolsam, ishim bitib qoladi degan narsa bo'lmasligi kerak ekanda. Undan boshqa narsa bo'lmasligi, Xudoning roziligidan boshqa narsa bo'lmasligi. Ikkinchisi islomiy axloqqa rioya qilishlik, rostgo'ylik, samimiyat, yaxshilik qilishlik. Do'stni hech qachon aldamaslik. Rostgo'ylik shu. Samimiyat nima degani? Samimiyatchi maqtash hammani ham qo'ldan keladi-da. Maqtash hammani ham qo'ldan keladi-da. Bir qovun tushirib qo'ysa, qanaqa oshnasan, mo ishing bor, chata, mo noto'g'ri qilding, deya olasa asha. Qo'y, bashini aytsa, shunga ham yomon ko'rib yurmaydi desa, u do'st emas u. Ha. To'xta, sen mana ishing noto'g'ri bo'lyapti, oshna.
ertaga qiyomatda nima bo'lasan, dunyoda odamlar oldida nima bo'lasan deb mana shunday ushlab turib qaytara olasan. Ana shu samimiy deb shuni aytadi. U moxtash hammani ham qo'ldan keladi. Voy, boblaringizda bir qonun noto'g'ri ish qilib qo'ysizlar, men zo'r qildingizlar deb turaveradi. Ine borib haligi chuqurga tushib ketganingizda o'zi shunaqa odam deb turaveradi. Bir aybi borki, shu boshiga shu ish tushdi, o'zlari borda bu. Ko'ryapsizmi? U samimiylik emas u. Yaxshilik qilsin, Alloh uchun yaxshilik qilsin. 3-sharti g'iybat va xiyonatdan saqlansin. O'sha do'sti yo'q yerda o'sha haqida gap bo'lsa, ashi do'sti keyin eshitsa xafa bo'ladigan gapni o'sha haqida gapirmasin umuman. Aytsa betiga aytsin, o'zi bilan gaplashsin. Yo'q, u yo'q yerda uni orqasidan gapirilsa, u g'iybat endi u. Payg'ambarimiz alayhisalomdan so'radilar, g'iybat nima yo Rasululloh dedilar. Bir do'sting, bir odam musulmon haqida gapirsenki, keyin eshitib qolsa xafa bo'ladigan bo'lsa, shu g'iybat dedi. Ha, endi o'sha sifati bo'lsa-chi dedi. O'zi rostdan ashnaqa bo'lsa-chi dedi. Ashi sifati bo'lsa, ashi g'iybat dedi. Unda yo'q sifatni gapirsang, u tuhmat bo'ladi endi dedi. Undan ham battar bo'ladi endi. Ha. Uni yo'qligida uni himoya qiladi. Haqiqiy do'st. Mana bilib o'tiribmiz, hozir palonchi aka, pistonchi aka kelmay qoldi. Ikkita odam sekin boshladi ashni aybini aytdi. O'chir ovozingni deya olasin-da. Nima deyapsan? U doim seni maqtab gapiradi, sen yo'g'ingda seni yaxshi gapiradi sen haqingda. Yo bo'lmasam, yo unaqa sen aytgan sifat yo'q bo'ldi. To'xtat, yig'ishtir deya olasin-da. Haligi qolgan u bilmaydigan ayblarni ham qo'shib aytib ko'tini ochmasdan. Ha. To'rinchisi bir-biringizni yaxshilikka chaqirishlik, ilmga, namozga, xayrli ishlarga, savob bo'ladigan ishlarga chaqirishlik. 5-inchisi duo qilsin. Do'stining haqqiga duo qilsin. Mana shu Musa alayhissalomni Alloh taolo aytdiki, ey Musa, menga duo qilganingda dedi, gunoh qilmagan til bilan duo qilgin, uni qabul qilaman dedi duoingni. Musa alayhissalom banda, u ham payg'ambar bo'lgan bilan inson, u tildan har balo chiqadi. O'zimiz ham hazlashib o'tirib, gapirib o'tirib, bir balolarni gapirib boramiz, chiqadi. Insondan hammasidan chiqadi bu. Aytdilar u kishi, yo Rasul, yo Robbi Allohim dedi. Men bandaman dedi. U gunoh qilmagan til yo'q, iloji yo'q narsa. Dedi, bo'lmasam dedi, sen boshqalarda tili bilan duo qil dedi. Chunki siz o'zingiz tilingiz bilan gunoh qilgansiz, lekin siz tilingiz bilan men gunoh qilmaganman-da. Siz meni tilim bilan siz gunoh qilmagansiz-da. Har kim o'zining tili bilan. Shuning uchun endi siz meni haqimga duo qilsangiz o'taverar ekan. Chunki men sizni haqingizga duo tilingiz bilan gunoh qilmaganman-da. Siz meni haqimga, men sizni haqingizga, siz uni haqiga, bir-birimizning haqimizga duo qilsak, hammasi qabul bo'lar ekan. Ana Alloh uchun do'st bo'lganlarning shartlaridan bittasi doim o'ziga duo qilayotganda shu birodarini ham haqqiga duo qilsin. Robbim falonchi voy do'stimni umrini uzoq qilgin va ana qilgin, bunday qilgin, yaxshi narsalarni so'rab haqqiga nima qilar ekan? Duo qilar ekan. Buni alomatlari bo'ladi. Alloh uchun do'st bo'lishlikda belgilari bo'ladi. Shu bilan haqiqiy do'stmisiz Alloh uchun yo dunyo uchunmi? Buni qanaqa belgisi bor desa, shu do'sti bilan birga bo'lganda qalbida sakinat, barakot his qiladi. Maza qilib rohatlanib o'tiradi. G'ash kelmaydi, boshqa bo'lmaydi. Gaplar va maslahatlar siz o'sha bir yaxshi nimalarga nima qiladi? Bir-birlariga muomalatlari chiroyli bo'ladi. Endi unaqa do'stlar, Alloh uchun do'st bo'lgan do'stlar dunyoda bir-birini saqlanib turadi, ha? Dunyoda ko'rgisi keladi, bormisan deb chaqirib yo borib, istab va shu sog'inishlik jannatda ham bo'lar ekan endi bular o'rtasida. Jannatda ham istar ekan bir-birini, oxiratda ham istar ekan. Ey Parvardigor, shu do'stim qani meni, do'stim qayerda? Hattoki jannatda eshigini tagida bizni ahlimizga sig'adimi, sig'maydimi? Mana buni 50% dan oshsa haligi ovoz berishdi, misol keltirib, 51% bo'lsa yutadi-yu, ha? Mononiki ham 49% ekan savobi, buniki ham 49 ekan, ikkovi ham kirolmayapti eshikka, jannatga. 51 dan o'tsa kirib ketardi-yu, ha? Misol aytyapman. Endi mana aytar ekan bunga, men seni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Mana meni savoblarim ham seni ol. Seni o'tda kuyishni men ko'tara olmayman, chidamayman. O'zi ham kirib ketadi bo'lmasam. Men seni o'tda kuyishni ko'tara olmayman. Meni savoblarimni sen ol, sen kir desa bu aytar ekan, yo'q. Og'ayni, men seni o'tda kuyishingga men chidamayman. Menikini sen ol, sen kir deb turib olar ekan. To'xtab tur, men kiraman demaydi ekanda, bir-biriga ilinib turib qolar ekan, ashula jannat eshigida. Tasavvurga sig'adimi bu? Men hali dunyodagi pul talash, mol talash, yer talashlarni gapirmayapman. Abadiy yonishlikda o'rtasida turishdi ular hozir. Abadiy yonishlik yo abadiy rohat. Shu yerda bir-biriga sen deb qolar ekanda. Shunda Alloh taolo rahim qilib ikkoving ham keladi jannatga der ekanda. Ikkoving ham keladi. Shu Alloh uchun do'st bo'lishlik dunyoda emas, oxiratda ham bo'lar ekan. Endi sizlar bilan mana ulfat bo'ldik.
bir ko'rgan tanish, ikki ko'rgan qarindosh deb endi Adham akam bilan, bu Ahoji akamlar bilan aka-ukalar o'qib qolganmiz. Mana sizlar bilan ham. Sizlarni ham oldindan o'zi ko'rib yurganmiz. Katta odamlar sizlarga endi havasinglarni qilib, orqalardan duo qilib, yaxshiliklaringlarni eshitib yurganmiz. Mana bugun endi to'ringlarga o'tkazib, domla deb hurmat qildinglar. Rahmat, Alloh qabul qilsin. Endi mening umidim Alloh taolodanki, mana shu dasturxonning ustida bir Allohni zikr qildik. Ajab emas. Shu sababi bilan, shu suhbatimiz sababidan gunohlarimizni bir-birimiz haqqimizga duo qilsak, gunohlarimizni Xudo kechirsin. Hammamizda ham ko'p gunoh bor. Gunoh begunoh Parvardigor. Bir-birimiz haqqimizga shu duo qilsak, ajab emaski, jannatda ham billa bo'lib qolsak ajab emas. Alloh taolodan shuni so'rayman. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antalloh. La ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zolimin. Robb taolo bu akalarimiz bilan, bu birodarlarimiz bilan mana ulfat qilding, do'st qilding. Bir dasturxonda ustida seni zikr qilgan bo'ldik. Payg'ambaring sallallohu alayhi vasallamni eslagan bo'ldik. Robbil alamin, biz bandamiz. Hayotimizda nimaiki ishlar qilgan bo'lsak, o'zing bilasan. Bizi shu qadar gunohlarimiz ko'pki, o'zimizni ham esimizdan chiqib qolgan, lekin sen hammasini bilasan, Parvardigor. Bu gunohlarimizni sen kechirmasang, bizning holimiz xarob. Shu yerda seni ulug'ligingni o'rtaga qo'yib, o'zingni la taqnatu min rahmatillah, Robbiz rahmatingdan umidingni uzma degansan, o'zing va'da bergansan. Shu va'dangni o'rtaga qo'yib sendan so'raymiz. Hammamizni gunohlarimizni kechirgin. Shu birodarlarim bilan dunyoda ulfat qilding, jannatda ham birga qilgin. Bularni shu dunyoda tarbiyatiga sababchi bo'lgan, o'tib ketgan ota-onalarini rahmatingga ol. Hammalarimizni, avlodlarimizni to'g'ri yo'lingdan adashtirma. Dini diyonatingda mahkam qil, iymonlarda sobit qadam qil. Farzandlarimiz safarlarda yuribdi. Yo'lda cho'lda yomon ko'z, yomon so'z, balo, qazo, quruq, tuhmat, balomatlardan saqlagin. O'g'il qizlarimizni baxt kamolini bergin. Bizni mana shu yoqamiz oqarib, chiroyli ko'chada yurishimizga sababchi bo'lgan kenyalarimiz bor, uylarda o'tirgan. Bularni hammalarini tinchlik, omonlikda qilgin. Parvardigoro, jannatda hurlarda ustida bosh bo'lib, mana shu bizga juft bo'lishligini ularga ham nasib qilgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Allohu akbar. Rahmat, salomat bo'linglar, hojigalar, omon bo'linglar. Qur'on o'qiylikmi? Hop, Rustam Mirzo sen o'qib berasan. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Shuni o'qib turib orqasidan nima so'rasa Alloh beradi. Parvardigoro, payg'ambaring alayhisalom rost so'zlarga o'shidir. Shu duoni orqasidan so'raganini Alloh beradi degan payg'ambaringning shu gapini o'rtaga qo'yib, shuni vasila qilib sendan so'raymiz. Shu boshiga mushkulot tushgan birodarimizning mushkullarini yengil qilgin, sinovlarni yengil qilgin, Parvardigor imtihonlarni oson qilgin, o'sha mushkulotlardan chiqib ketishiga o'zing yordam bergin va hammalarimizni ham shunaqa ko'tara olmaydigan musibatlardan saqlagin. Alloh. Rahmat, sog' bo'ling.